Turmush o'rtog'ingiz bilan narigi dunyoda ham birga bo'lishni xohlarmidingiz? Yo'q. Nega? Uni bu dunyoda ko'rib bo'ldim-ku, yana nima qilaman ko'rib? Undan boshqa odam yo'qmi? Xo'sh, sizchi? Yo'q, xohlamasdim. Nima uchun? Shunchaki turmush o'rtog'ingiz bilan narigi dunyoda ham birga bo'lishni xohlarmidingiz? Yo'q. Turmush o'rtog'ingiz bilan narigi dunyoda ham birga bo'lishni xohlarmidingiz? Yo'q, xohlamasdim. Nima uchun, opa? Chunki bilmadim. Ko'p azob bergan u menga. Azob berganmi? Turmush o'rtog'ingiz bilan narigi dunyoda ham birga bo'lishni xohlarmidingiz? Xohlardim. Yo'q, hech qachon. Nima uchun? Chunki turmush o'rtog'im juda ham yaxshi inson. Albatta. Nega ular yo'q deyapti? Bu ularning tanlovi. U dunyoda turmush o'rtog'ingiz bilan yana birga bo'lishni xohlarmidingiz? Senga nima qiziq bor, men nima qilaman? U dunyoda turmush o'rtog'ingiz bilan yana birga bo'lishni xohlaysizmi? Ha, xohlayman. U dunyoda turmush o'rtog'ingiz bilan yana birga bo'lishni xohlaysizmi? Albatta. U dunyoda turmush o'rtog'ingiz bilan yana